Bugun qiladigan videomizda HP farm qurish. Assalomu alaykum. Xudo xolasa bugun Finex Best serverida 0 dan baza ko'taramiz. Hozirgi bazamizcha 0 emas, lekin bizda bir nechta missiyalarimiz bor. Bular: birinchi kun HP farm qurish. Hozircha HP farmimiz bor, faqatgina buni qanaqadir chiroyli dizayn qilishimiz kerak. Keyingisi villager hallni qurish. Hozir bizda hall bor, faqatgina unaqa chiroyli dizayn emas, lekin bu bazani egasi aytdiki, bu holga tegish shart emas ekan. Demak, buni qoldiramiz. Bugun qiladigan videomizda HP farm qurish. 3-kun mana shuni qurishimiz kerak, chunki bular bizda tayyor, deyarli. Demak, xudo xolasa bugun HP farm quramiz spawnerdan. Buning uchun bizga zombilar va skeletonlar spawner bo'ladigan joy kerak bo'ladi. Qani boshladik. Bizda tayyor lokatsiyamiz bor. Hozir o'sha lokatsiyaga boramiz. Buning uchun biza tepa asas chekib turib, bularga teleport tashimiz. Mana bu kiyimlar juda ajoyib. Mana shu spawnerimiz bor. Bu spawnerda skeleton va bu spawnerda esa zombi paydo bo'lar ekan. Birinchi navbatda bu joyni to'liq tozalab tashimiz, chunki bizga toza joy kerak. 8x qilib korobka sarkamiz. Xo'p, mana shu joyni 8 blokdan to'liq korobka sarkamiz, kvadrat shaklda. Unda boshladik. Hech nimamiz yo'q. Hozir Ender Chest ko'ramiz. Ender Chestda ham hech nimamiz yo'q ekan. Men hozir uyga borib narsalarni olib kelaman. Buza degan bor, ya'ni piska bor. Hozir mana shu joyni mamnun omad. Zo'r. To'liq tozalab chiqishimiz kerak. Finex Best server 100% SMP server, ya'ni 100% survival rejimda. Hech qanaqa boshqa ortiqcha rejimlar yo'q. Endi bor, bedwars bor. U odamlar shunchaki zerikib qolmasligi uchun. Lekin bizda asosiy fokus survivalga berilgan. Hozir ko'rishingiz mumkin, soat 1 dan oshyapti. 10 ta player bor. Juda ham bu ajoyib. Kirsanglar mazza o'ynaymiz, sizlarni kutib qolamiz. Batafsil ma'lumotni esa bizdan olishingiz mumkin. Va bizda xuddi shunaqa challenge ham bajarilib turadi mana. Ya'ni minor rejim va boshqa rejimlari bor. Bilan ko'rish uchun sizlar komandga jobs yozsanglar, mana har xil missiyalari bor. Hozir menda Hunter missiyamizda uje salkam 8-darajaga chiqqan ekanman. Darajaga chiqqan sarilar ko'proq qimmatbaho har xil sovg'alar beradi. Bu seriyaga kirish uchun sizlar birinchi navbatda ushbu botdan ro'yxatga o'tishlar kerak bo'ladi, chunki bu bizga juda ham zarur. Sizlarning keyinchalik xavfsizliklarni ta'minlash uchun kerak bo'ladi. Buni yopib qo'yish kerak. Shunda buni yopib qo'ysanglar, ustini yopib qo'ysanglar, bizda bu narsa spawner bo'lmaydi. Buni ham yopib qo'yamiz. Yaxshi. Betska. Yaxshi bo'ladi. Don. Ajoyib. Bu joyni ham menimcha xo'sh. Nechta blok bo'ldi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bo'lib ketibdi-yu. Xo'sh, buni to'liq yopib qo'ysak, demak bizga bu qatori kerak emas ekan. Qator emasmi? Hozir bizda mana 1 2 3 bo'ldi. Tushundim. Bo'ldi. Tushundim. 2 3 4. Xo'sh, narsalarimiz bor. Ajoyib, juda ham ajoyib. Xo'sh, 1 2 3 4. Mana buni ham bo'lsa bo'lar ekan. Qaranglar, bu Minecraftdagi eng oson farmlardan bittasi, chunki bungacha ular ko'p vaqt ketmaydi va ko'proq HP yig'ib olishingiz mumkin boshqa farmlarga qaraganda. Survivalda eng oson qurilishi mana shu bo'lsa kerak, yana ham bilmadim. Yuqorisiga va pastiga ham 4 blokdan. Okey, 1 2 3 4. Demak, mana bu tepasi kerak emas ekan bizga. Buni sizlar ko'rmaysizlar. Ketdi va tayyor bizda. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib. Shunchaki tepasini 1 blok topdik va bu pastini ham 1 blok buzib chiqdik. Keyingi navbat suv ekan. Spawnerdan
pastga to'g'ri emasmidi? Xo'p, bo'laveradi ekan, chunki bilmayman sababini, menimcha bo'ladi. Xo'p, bizga elektro kerak emas. O'zimni kimim bo'lish kerak edi hozir. Bo'lmas. Mana bu. Bo'ldi, yaxshi, ajoyib. Go'sht kerak. Ender chestda ham go'shtimiz yo'q. O'sha jonga tegdi. Tayyor. Bu joy to'ldirish kerak ekan. Tushunarli, to'ldiramiz. Keldi, orqangizda. Ikkitasi. Ko'rishlar mumkin, bizda 1 va 2 ta spawnlerimiz bor. Bunda skelet va bunda zombi paydo bo'ladi. Spawn bo'ladi va to'g'ri suv bilan birgalikda mana bu tomonga tushadi. Suvdan keyin esa bu tomonga borishligi kerak. Yoki-da bu tomondan bu tomonga kelishligi kerak. Juda ham oson. Kelapti va mana shu joyda to'xtab, bizdan yorimizga tushish kerak. Juda ham oson. Bu joyni to'liq buzib tashlaymiz ekan. Chunki zombilar shu joyga yig'ilishi kerak. Mana aytgan joyda sirasi keladi. Ikkita bo'lib qo'lladik bularni. Zombi go'shti ham mazali lekin bunday olib qaraganda. Xo'sh, nima qilyaptilar? Tepaga chiqish uchun ekan. Mana shunaqa savol ham berib turadi mana. Har xil matematik boshqa. Ajoyib. Nihoyat bizda 90% yoki 80% qismi bitdi. Endi keyingi missiyamizda biza bular tushadigan joyni to'g'rilashimiz kerak. Buning uchun biza bu joyni 1, 2, 3 blokdan qazib oldik. Juda ham ajoyib. Mana shu joyga tushadi. Va shu joyda o'zi stop bo'lishadi. Tayyor. Ajoyib. Juda ham go'zal. Shunchaki biza chiroyliroq dizayn bermoqchimiz. Noto'g'ri. Bu hech qanaqa o'zgartirish emas. Shunchaki dizayn tomonlarni o'zgartirish. Va buni ham, tepasini ham urib asab qildi lekin bor. Uzr dilerim. Voy, uzr dilerim. To'g'ri kelib tushadi mana. Ajoyib. Yoki-da set warp. Ya'ni biza shunchaki uzoqdan kelib o'tirganmiz, shunchaki bu yerga set warp turib spawner farmni ko'rsak bo'ladi. Va nihoyat bizda bu farmimiz bitdi. Ajoyib. 3-kun tayyor. Xudo xolasa keyingi videoda biz 5-kun, ya'ni ekinzor uchun kichikroq hol qilamiz. Ya'ni mana bunaqa ekinlar uchun qanaqadir mana shu tomondan yoki-da qaysidir tomondan chiroyliroq bitta ekinzor qilamiz. Farm yoqqan bo'lsa va video yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni unutmanglar, kanalga obuna bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videoni kutib qolasizlar. Hammaga rahmat, FineXBet sizlar bilan.